Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz tinglovchilari. Bugun biz sizlar bilan navbatdagi video yo'riqnomani qilamiz. Aynan bugungi video yo'riqnomamiz mehnat daftarchasidan ko'chirma olishga bog'lanadi. Demak, qo'l telefonimizda xohlagan brauzer orqali MyGov.uz ilovasiga kiramiz. Demak, MyGov.uz kirdik. Bu yerda ana bu 3 nuqta yuqorida to'xtagan qismda ko'rayotgan bo'lsangiz, sohalar degan qism bor. Endi agar aynan sohalar qismi ochilsa, demak sizga hojat yo'q sohalar qismiga kirishga. Demak, bu yerda bizga bandlik va mehnat degan yo'nalishi bo'yicha o'tamiz. Bu yerdan demak mehnat daftarchasidan ko'chirma degan ustundan orqali o'tamiz. Demak, xizmatdan foydalanishdan keyin Vanet orqali kirish bosdik. Bu yerda login parolimizni terishimiz kerak bo'ladi. Kirishda albatta kirgan holatingizda akkauntingizdan kirilgan bo'lgan holatiga e'tibor bering. Ma'lumotnomani qaysi tilda olmoqchisiz? Bu yerda demak o'zbekcha kiril, ruskiy va ingliz tillarida olish imkoniyati bor ekan. Demak, bizga o'zbekcha kiril mosroq, qulayroq. Bu yerdagi arifmetik amalni bajarishga to'g'ri keladi va foydalanish bosiladi. Demak, foydalanish bosilgandan so'ng bizga aynan shunday namunada qayerda dastlab o'qigan va ish tajribasini asoslovchi ishlagan yerlari bo'yicha ketma-ket ko'rsatilgan, demak, yillik davriy ishlagan yerlari bo'yicha ma'lumotlarni aks ettiradi. Bu yerda bizda yuklab olishga imkoniyat mavjud. Demak, yuklab olgandan so'ng aynan bizga kerakli bo'lgan o'yin orqali ko'rishimiz mumkin. Mana ko'rib turibsiz, yuklangan ma'lumot, demak, davlat namunasidagi hujjatda, demak, aynan ishlagan yerlari bo'yicha ketma-ket aks ettirilgan, demak, ma'lumotnoma shaklidagi ta'lim darajasi va ish tajribasi haqidagi ma'lumotlarni bizga yuklab berdi. Keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosinglar deb so'rab qolamiz va kelgusi videolarimizda uchrashguncha xayr deymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Obuna bo'ling, podpiska qoldiring. Albatta bu yo'riqnoma va kelgusidagi yo'riqnomalar sizga foyda beradi. Salomat bo'linglar.